Salom do'stlar. Men sizlar bilan har doimgidek sunnat bir uzib ancha bo'ldi. Men 2 haftami, bilmam, 1 oydami oshdi-da video qo'ymaganimga. Ko'rayotgan bo'lsangiz bu yangi akkaunt ochganman. Hozir ko'ramiz necha kunda 115 qilgan ekanman. Hozir do'stlar. Uzr. besh kun bo'lib 16 kunda 115. O'zi kecha qilgandim. Значит 15 kunda 115 qilgan ekanman. Endi sostavni ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, darvozabon Tim Howard. Hamma uni 5 ga kuchaytirdim. 2-3 kun bo'ldi. Yaxshi turibdi. Keyin ko'rsataman. Shu Tim Howard meni nimalarga olib chiqqanidan, qaysi nimalardan nimaga chiqazganidan. Keyingi pozitsiya bu PZ va Timber. Buni Historia Natsidan 2 fragmentga olgandim. Buni esa boyagina sotib oldim do'stlar. O'zi buni bitta kuchaytirilgan bor, rang uchun oldim-da. Keyingi o'yinchimiz do'stlar, Yoshko Gvardiol 2 fragmentga olganman. Почти nima, предпоследний-da, oxirgidan avvalgi himoyachim. Milenkovic, Nikola Milenkovic yaxshi bu gollarda bir-bir urib turadi. Va do'stlar, glavniy oxirgi himoyachim Fernando Hierro do'stlar, bugun tushdi extra time'da. Xursand bo'ldim. O'zim o'shanda aytayotgandim, sizlarni mana qildim-da. 115 Zubastik tushib qolsa yaxshi bo'lardi dedim, lekin Fernando Hierro tushib qoldi. Endi bu bo'lsa Fabregas. Bu 5000 dollardan tushgan. Bu esa do'stlar Bernardo Silva pakdan tushgan. Mana u esa Esteval 2 fragmentga olganman. 2 vashshi zo'r qilib qo'yganda 200 fragmentga 113. Do'stlar, bu esa Erling Haaland 110 bugun sotib oldim 200 millionga. Yaxshi, bu ham yaxshi o'ynayapti. Do'stlar, oxirgi odam bu Antonio Gordon. Uska liniyasi dahshat do'stlar. Ko'rish vashshi. Mbappedan ham tez yugursa kerak deb o'ylayman-da. Mana do'stlar, sostav ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu sostavimga ball berib ketinglar. 10 dan 10 gacha berasizlarmi bilmadim. Men chempion FKlarga olib chiqqan o'yinchilar: Tim Howard, Fernando Hierro bittasidan olib chiqqan, Esteval, Gardon, qolganlar Yoshko Gvardiol. Endi nimalardan chempionga chiqqanim ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, birinchi chempionim. Bu esa VS Atakadan chempion FK. Ja qiynalmasdan deyaolmayman-ku, chiqqaman-da. Bu esa do'stlar Ravnegri, bugungina chiqdim. Vashshi xursand bo'ldim chiqqanimga. Vashshi yaxshi bo'ldi. Endi chempionga chiqmayman-u, chiqishga harakat qilib